Assalomu alaykum azizlarim, hammalar yaxshimisizlar? Har doim bizga yangi qo'shilgan podpishkalarga savol keladi. Qanaqa muolajalar qilasizlar? Sizlarda mana bor deb so'raysizlar. Bizda kiskaritsadan tortib, yuz oqartirish, dog' ketkizish, sepkillarga qarshi muolajalar, ugrilarga qarshi muolajalar, ajinga qarshi muolajalar, qo'ltiq terlash, oyoq terlash, soch to'kilish, kiprik ekish, qosh bo'yash, go'zallik sirlari bo'yicha nima bo'lsa, hammasi bizda mujassim. Kelib bemalol bizdan muolajalar olib, dam olib, oqarib, go'zallashib ketsanglar bo'ladi. Bundan tashqari, kelinchak qizlarimiz uchun svadebli makiyajlar bor, massajlar bor, hamma muolaja, lazerli muolajalar hammasi bor. Tintoraytirish muolajalari, ayollarimiz uchun eng kerakli muolajalar bizni salonimizda bor. Bizi salonimiz ertalabki soat 8:30 dan kechki soat 8 gacha faqat ayollar uchun